Ibn Mas'ud aytadi, biz Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan so'radik. Mana shu oyatni nimada tushunamiz deganida Rasul aytdilarki, shahidlarning ruhlari yashil rangli qushlarning ichida bo'ladi. Ular Alloh taoloning arshiga osilgan qandillarda, chiroqlarda bo'ladi. Jannatda xohlagan joyda kezib yurib kelib, yana Allohning arshiga osilgan qandillarga kelib qo'nadi deydi. Ular jannatda uchun yuribdi hozir ruhlari. Ularga hisob kitob qilinmaydi, ular to'g'ri jannatga kiradi. Shahidga berilgan martabalardan u o'zining urug'idan bo'lgan 70 kishini shafoat qila oladi. U shahidning qonini birinchi tomchi yerga to'kilguncha Alloh taolo gunohini kechiradi. Birodalar, Hur aynda qo'lga yiqiladi degan joylar bor. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Alloh taolo shahid bandaga o'lim azobini toptirmaydi. Xuddi sizlarda bittalar chim deganda qanday narsani sezsalar, jonni taslim qilganda shunday bo'ladi deydi. Ana shu qatl bo'lgungacha Alloh taolo ruhini olib qo'yadi buni.